Spark birlik motorimiz kelgan. Bu motorimizda bo'lib turgan muammo, mashina o'zidan o'zi svetoforga kelib to'xtaganda, xalos o'qiganda vang'illab ketyapti. Bu muammo Nexia birlarda ko'proq Skoda achikdan chiqadi, korobkadagi. Bu Sparklarimizda aksariyat mana bu narsadan chiqadi. Sabab bular bizdan oldin kelishdan oldin almashtirishgan, mana bu narsani almashtirishgan. Bu narsada muammo bo'lmaydi. Bu narsada muammo bo'ladi, 1.6 da bo'ladi, ishlamay qoladi, miyadan chiqadi bu narsa ko'proq. Kompyuter miya soha bo'yicha bunga tok bermay qoladi, o'shaning hisobiga ishlamay qoladi bu. Endi bularda unaqa muammo yo'q, Spark birlik motorlarda bunaqa muammo yo'q. Bu narsa mana bundan chiqadi, keyin mana bundan chiqadi. Bunisini almashtirib ko'rishgan, muammo bo'lmagan. Endi bundan kamroq chiqadi aksariyat. Mana bu narsadan chiqadi. Sababi buni ichidagi narsani ko'rishlar mumkin. Gaz bosganlaringda mana buraladigan narsa. Bu narsa mana shu rangchini buraydi. Buralganda qancha foiz havo kiryapti ichkariga, buni ma'lumotini miyaga beradi, kompyuterga bergandan keyin kompyuter texnodatchikda ham ichidagi aniq texno tushib turgan sasni qaytaradi orqaga. Havo ko'p kiradi. Bu ketib qolsa, o'zidan o'zi ham miyaga ma'lumot berib yuboradi. Gaz bosilyapti degan ma'noda ma'lumot beradi, keyin miya avtomatik texnodatchikni qaytaradi orqaga, mashina vang'illab qoladi, havo ko'p kirgani hisobiga. Shuning uchun sizlar buni almashtirishdan oldin vang'illab qolsa, o'chib qolsa emas, o'chib qolsa buni daxli yo'q, o'chishga umuman daxli yo'q bu narsani. Vang'illab qolsa shu mana bu narsani almashtirishlarni tavsiya beraman. Joninglar sog' bo'lsa akalar. Spark birlik motori bor akalarga jo'natib qo'yasizlar. Hammalaringga omad, Alloh rozi bo'lsin.